alaykum. Neki bugun bizlar Qo'ng'irot rayonida joylashgan D231B Qo'ng'irot aylanma yo'lining 5-10 kilometr aralığında olib borilayotgan o'nglov жұмыслары bilan tanishib borib o'tirmiz. Yo'limizda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025 yil 1-aprel kungi 132 sonli qaroriga ko'ra qurilish o'nglov жұмыслары olib borilmoqda. O'nglov жұмыслары 5-10 kilometr aralığında olib boriladi. Ama bugungi kunda 2 kilometr aralıqda qara qaplamani жатқызу жұмыслары amalga oshirilmoqda. Shahrinarada bu yo'limizda qara qaplama жатқызу жұмыслары amalga oshirilib, yo'limiz foydalanuvga topshiriladi. Hamda o'sha yo'limizdan Mo'ynoq rayonida harakatlanuvchi, hamda o'sha аймақта жасалuvchi parlament ko'pdan keltirgan, mashg'ulot bo'lib turgan murojaatlari o'z yechimini topadi.